xotin, aya xotini bo'lib qopti. Voy bolam, 3 kun oldin to'y qildik. 10 ming dollarni boshini yeb ketgan bolaman. O sharmanda. Yetirildi. Ichmaganmisiz, kelin? Sahar turda turib ko'chada shipiraman deb uxlab qopman. Yaxshi ham ovqat qilmabsan. Qozonga tushib yonamidan bo'lmasa. Kelin, choydan quying. Xo'p bo'ladi, oyijon. Voy kelin, voy usrochi uxlab qopman. Chay chirilyapti desam sen xurilyapmiding ayiq polvon? Nima bola bo'lgan senga? Uyqu tug'anmi seni? Ya sarpanga uyqu xush berarganman. To'y zo'r bo'ldi-a? Ha, dahshat bo'ldi. Kelajakda 4 ta o'g'limiz, 4 ta qizimiz bo'ladi. 28 ta nevaramiz bo'ladi. Nima deysan? Odamlar uyqusizlik dardiga mubtalo bo'lgan bir davrda mana shuchman tikka turib uxlayveraman. Tire tong'atdi. Hozir damlab kelaman, oyijon. Nima aytaman xiyolati? O'sib yuzini oy uxlaydi osmonda ko'chamizda bir qiz bor. Shu keliningiz bilan yosh bolalar jim bo'lib qolsa yomon kashal bo'laman-da. Nimaga? Yosh bolalar jim o'tirgan bo'lsa bir patasini boshlab o'tirgan bo'ladi. Keliningiz jim bo'lib qolsa bir chekda dumalab uxlayotgan bo'ladi-da. Kelin salom soladi, qaynukasiga bir salom. Hazır. Kelin salom soladi. Ye? Kelin uxlab qopti. Ya mengachi? Tog'asiga salom solmaydimi? Endi tog'asiga tushida salom soladi.